Assalomu alaykum. Bugungi brifingimizda Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasining 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Qo'mita 16 ta amaldagi qonun, prezidentning 30 dan ortiq farmon va qarorlari, hukumatning 50 dan ziyod qaror va farmoyishlari, 32 ta idoraviy normativ huquqiy hujjatlar orqali o'z faoliyatini olib bormoqda. Qo'mita yuklatilgan vazifalar 14 ta hudud, 4 ta davlat muassasalari, 4 ta sanoat xavfsizligi inspeksiyalari tomonidan amalga oshirilib kelinmoqda. Bugungi kunda qo'mita nazorati ostidagi obyektlar soni 30 mingga yaqinlashadi. Ulardan 180 mingdan ziyod texnik qurilmalar ishlatilmoqda. O'tgan davrda qo'mita faoliyatini samarali tashkil etish va xodimlar uchun moddiy texnik jihatdan qulay shart-sharoitlar tashkil etilib, barcha hududiy tuzilmalar qulay lokatsiya bo'yicha ma'muriy binolarga joylashtirildi. 14 ta videokonferensiya aloqa vositalari, 100 ta planshet qurilmalari, 40 ta kompyuter va printer qurilmalari, 14 ta xizmat avtotransport vositalari hamda alohida ofis mebellari bilan ta'minlandi. Shuningdek, sohani raqamlashtirish maqsadida yagona integratsiyalashgan ekotizim axborot tizimini ishga tushirilib, 8 ta vazirlik va idoralar bilan integratsiya qilindi. Tizimda 9761 ta xavfli ishlab chiqarish obyektlari, 30 mingta texnik qurilmalar, 2243 ta ionlashtiruvchi nurlanish manbalari, 2406 ta rentgen kiritilib, ularning elektron bazasi shakllantirildi. Qonunbuzarliklar xavfini avtomatik tahlil qilish hamda monitoring va tahlilning tezkorligini oshirildi. Inson omili kamaytirildi va shaffoflik ta'minlandi. Avtomobillarga o'rnatilgan gaz ballonlarining xavfsiz ekspluatatsiyasini barcha bosqichlarda nazorat qilish va tizimda shaffoflikni ta'minlash maqsadida avtomatlashtirilgan axborot nazorat platformasi ishlab chiqildi. Qo'mitaga 2025-yilda jismoniy va yuridik shaxslardan jami 1178 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, shundan 1977 tasi jismoniy shaxslardan, 981 tasi yuridik shaxslardan kelib tushgan. Ushbu murojaatlarning 1177 tasi ijobiy hal etilgan bo'lib, 5 tasi qo'mita vakolatlariga kirmas masalalar bo'lganligi sababli boshqa tashkilotlarga yo'naltirilgan. Sanoat, radiatsiya, yadro xavfsizligi qo'mitasining nazorat ostidagi obyektlarda xavfsizlikni ta'minlash hamda avariya va baxtsiz hodisalarning oldini olish maqsadida 2000 ga yaqin nazorat tadbirlari o'sish sur'ati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 180% ga yetkazilgan va 16667 ta profilaktik tadbirlar o'sish sur'ati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 250% ga ta'minlangan. Sanoat xavfsizligi sohasining 4573 nafar xodimlarning malakasi oshirildi. O'sish sur'ati o'tgan yilning mos davriga nisbatan 200% ga ta'minlandi. Tekshirishlar natijasida 32511 marotaba qonun buzish holati aniqlangan bo'lib, 2178 nafar shaxslardan qo'llash to'g'risida sudlarga hujjatlar yuborildi. Litsenziya va ruxsatnomasiz faoliyat yuritgan 101 ta korxona va tashkilotlarga 5.4 milliard so'm moliyaviy jarimalar qo'llanildi. Ko'rsatilgan davlat xizmatlari bo'yicha yil davomida jami 11234 ta ekspertiza xulosalari, 251 ta kadastr pasportlari reyestri hisobga olindi. Radiatsiya va yadro xavfsizligi yo'nalishida 18 ta normativ huquqiy hujjatlar ishlab chiqildi. 1121 ta davlat xizmatlari ko'rsatildi. Jumladan 26 ta litsenziya, 826 ta ruxsatnoma, 269 ta xulosalar rasmiylashtirildi. 326 ta tekshiruv va 1109 ta profilaktik tadbirlar o'tkazildi. 259 ta ma'muriy jarima, 147 ta iqtisodiy jarima qo'llanildi. Yagona integratsiyalashgan ekotizimga 2451 ta rentgen uskunalari va 89 ta konteynerlar bo'yicha ma'lumotlar kiritildi. Rentgen uskunalari nazoratini qamrovi 70% ga oshirildi. O'zbekiston Respublikasining 4 ta konvensiyasiga qo'shilishi ta'minlandi. Bular yadroviy zarar uchun fuqarolik javobgarligi, yadro avariyasi to'g'risida tezkor xabar berish hamda yadro xavfsizligi avariya holatlarida yordam ko'rsatishdir. 2026-2027 yillar uchun Xalqaro atom agentligining 3 ta yangi loyihalar tasdiqlanishi ta'minlandi. 6 ta hamkorlik memorandumlari ishlab chiqilgan. 17-28 mart kunlari Xalqaro atom agentligida ishlatilib bo'lingan yoqilg'i va radioaktiv chiqindilar bilan muomalada bo'lish xavfsizligi haqidagi Birlashgan konvensiya yuzasidan tayyorlangan 3-milliy hisobotning
himoyasida ishtirok etildi. Toshkent shahrida xalqaro ekspertlar ishtirokida 6 ta tadbir tashkillashtirildi. Tadbirlarda 150 nafardan ortiq mutaxassislar ishtirok etdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.